Eğer olanı oturdu bir fark var, o bu dese, mesela Şarkı Türkistan sürgün hükümetindeki hiçbir rehber, hiçbir hizmet kıvatkan başlıkla kaçak, koldu pasportu yok, ya ki devletlerin tizimliği terör dep tizimliği kirip kalgan, manda bir xatarlik adamlar emas, hemmesi normal okugan bilimlik adamlar. Salih Xudayar'ın kolda Amerika pasportu var, Memtimin A'lanın kolunda Avustralya pasportu var. Şunun o'xshagandek Kanada pasporti va qarindoshlarimiz bor, Turkiya pasporti va qarindoshlarimiz bor. Davlatlarga ziyoratga boradigan bo'lsa, mushlarni chang chiqaryapti-da. Shu chiqaranmaslik sabab pul bilan ta'minlaydigan manbaning yo'qligi. Shuning uchun uning bilan u tang olamdi desa, albatta tang olmaydi-da. Shuning uchun bu yerda insoflik qilib gap qilish kerak. Mush qarindoshlarimiz Alloh rozi bo'lsin, xalqimiz rozi bo'lsin. Bir puncham pul talab qilmay, xalqni, vatanni, millatni yaxshi ko'rib, kecha-kechalab uxlamay, xabar o'qib, xabar o'rganib, siyosat o'rganib, xalqiga so'zlab, yezib, tushuntirib, namoyishlarni qilib, yig'inlarni ichib, men bu davlatning egisi deb o'tirdi vaqirab berganga taqdirnoma berib, bularni qo'llash kerak. Bularga tashakkur etish kerak. O pul bilan bir shirkat ishlagandek ishlab da'vo qilish o oson ish. Ammo men pulsiz tashkilotda ishlab manda menish oson ish emas. Buni silishtirmaslik kerak. Bo'lmaydigan bo'lsa, qaysi Sharq Turkiston sürgün hükümetining adamning hammasining bir dunyoning hamma yeriga bora oladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi berib faoliyat qilayotgan har qanday davlatga Sharq Turkiston sürgün hükümetidagi rahbarlar bora oladi. Agar boramidi, tuban ko'z oldi, bu adamlar anda oldi, manda oldi desa, qarab baqsanglar bo'ladi. Davlatlarning siyosati ba'zi vaqtida o adamlarga o'xshash olmaydi. Biz cho'ng ko'rayotgan Dolqin Aysanimi 10 yillab Amerikaga kirgizmagan. Terrorchi degan qalpoqni kiygizib qo'yib. Nimishqa? Uningdan burun ularning qo'lida ishlatilgan boshqa odamlar bo'lg'achqa Dolqin Aysaga ehtiyoj yo'qdi. Keyin Amerikada ishlatilgan odamlarning vaqti to'shdi. 4 yil saylan vaqt to'shqandan keyin hamda yangi odam ishlatmasak bo'lmadi, shirkatga yangi odam olaylik degandan keyin shuning Amerikaga kiradigan yo'llarni ochgan bo'ldi. Dolqin Aysami Amerikaga kira oladigan bo'ldi. Buni hammamiz bilamiz-ku tarixdagi ishlar. Hamda Sharq Turkiston sürgün hükümetining ichidami bu cheklab qo'ygan, terror tamg'isi yegan, davlatlarga ziyoratga borolmaydigan qochoq-ko'chak odam yo'q. Oldi doktor, professorlar xizmat qilyotdi oldiga chiqib. Bularning hammasi nima desa, qadam-qadam taraqqiy qiladigan narsa. Bu xalqning qo'llashi bilan, xalqning ovoz qo'shishi bilan, tanqidlamaslik bilan, ularga umid berish bilan, nonni pulga yeb, bakaga xizmat qilayotgan bir rahbarlarni texmi oldiga ishtirib, texim cho'ng ishlarni qilishga rag'batlantirish kerak. Bunda bo'lmagan vaqtida ham pul bering, ham da'vo qiling, ham uning poduqini ko'tarang. Haqsiz, pulsiz xalq vatan millat uchun ishlab bergan odamlarni tillab bering. Bunda ihanatni hech bir millat ko'tarmaydi qarindoshlar. Yaxshi o'ylanib beqish kerak yani.